Do'stlar, o'tgan videoda sizlarga kristalizatorlarni o'rgatgan edim. Bu videoda kontrda avtomatni chiroyli qilishni o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, avvalo kontrga kiramiz. Va bu turgan joyga bosamiz. Avtomat turibdi, o'sha skinga bosamiz. Bu yerdan xohlagan pichoq yoki avtomatni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, har xil avtomatlar bor. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomatim, buni o'zim qilganman. Mana bu avtomatni o'zim tayyorlamoqchi bo'lganman. Bu mana ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa bo'lib chiqqan. Sizlarga ham shunaqa qilishni o'rgataman. Avvalo xohlagan avtomatga kirib olamiz. Men pistolet tanlayman. Va bu yerdan xohlagan rangimizni tanlaymiz. Sizda Space Skin anaqasiga kirib rangini o'zgartirishimiz mumkin. Okey. Qolgani iloji boricha bitta rangni o'zgartiring aziz do'stlar, bo'lmasa o'xshamay qolishi mumkin. Va shu bilan mana ko'rib turganingizdek do'stlar, bu avtomatni negadir o'xshamayapti do'stlar. Men qilganda o'xshadi, juda charchagan shekilli. Bunga bosib ko'ramiz do'stlar, chunki bu yerda pul yo'q ko'rsatyapti. Yo'q adashman. Do'stlar, agar siz pul to'lamasdan olishni istasangiz, bu skinda reklamani bosasiz. Bu reklama tomosha qilishimizga to'g'ri keladi. Iloji boricha tezroq qilishga harakat qilaman. O'zimga ham yoqmaydi aziz do'stlar reklamalar. Bu skin endi pistoletimiz o'zi qo'limizda. Ishonmasangiz hozir ekranda ko'rsataman. Pizza zanos ushladim do'stlar, men baliqni qaranglar, men X ni pulni tezda yechib olaman-da, hozir 8 million zanos va pul darhol kartam. Ой, подождите, так наверняка меня найдут. Увлекательная игра в прятки не позволит вам заскучать. Прятки, новая игра, уже на Виплей. Чтобы игрока не поймали, ему нужно... Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana avtomatimiz ranglarini ko'rib turibsiz. Yoqimli esdan chiqmasin do'stlar. Yana keyingi videolarimizga ham do'stlar,
sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Komment, like, podpiska bo'lib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Xayr do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling.